Asfaltchi bola kanal kuzatuvchilar, biz Samarqanddamiz. Hop. Samarqandda mana shunaqa ajoyib bir mahallamizga asfaltimizni yotqizib berdik. Boshdan oxirigacha Kim shunaqa sifatli xizmat kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqa chiqarasizlar. Samarqandga qara qilib yetkazasiz deydigan bo'lsangiz, Samarqandda hamkorlikda ishlaydigan zavodimiz bor akalar. Asfaltimiz xuddi mana bunaqa eng sifatli asfaltdan keladi akalar, qaranglar. Vau, buni ajoyibligini qaranglar. Tezroq mana shunaqa asfaltdan mahalliylarga, akalar, hovliga, gaz quyib shoxobchalariga deysizlarmi akalar, do'konni oldiga deysizlarmi, sizlarga istalgan joylarga men asfaltchi bo'la o'zim sifatli qilib hamyonbop narxda asfaltimni yotqizib beraman akalar. Nega bizning xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab mavjud bilasizlar? Negaki bizning asfaltchi bola brendimiz juda ham keng, ya'ni butun bir nima desa bo'ladi, O'zbekistonning hammasining ishonchiga kirgan brend, ya'ni yolg'on bo'lmaydi bizda akalar. Ishimiz sifatli, odamlarning ishonchiga kirganimiz uchun biz butun O'zbekiston bo'ylab mana shunaqa asfalt ishlarini olib boramiz. Bilasizlar, biz kichkina kompaniya emasmiz, yirik kompaniyalardan birimiz akalar. Xudo xolasa mana shunaqa xizmatlarimiz kimga kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. 94lik kod bilan 538 40 yoki 94lik kod bilan 7005 raqamga aloqaga chiqarasizlar akalar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab mana shunaqa asfalt yotqizishlarni olib boramiz. Aslida asfalt yotqizish mana shunaqa faqat rushnoy deb o'ylaysizlarmi yoki apparatda ham yotqizib berasizlarmi deydigan akalarimiz uchun apparatda ham yotqizib beramiz. Endi bu rushnoy bilasizlar, hamyonbop variant. Uklatchik mana bunaqa asfalt uklatchik tomonidan yotqizilib katoklar orqasidan bosiladiganmiz. U narx-navosida plus minusi bo'ladi akalar. Xo'p, bu obyektimiz bizning 700 kvadratli ob'yom bo'lib, 1 kvadrat metrni 75 mingdan yotqizib beradi. 75 ming hech emas ekan. O'rtalarda turgan kolodislarni ko'tarish, buni tagiga ketadigan mana bunaqa shibillarni tashlab, tekislanish, mana bunaqa zamoglarni ochib berishimiz, asfalt yetib kelishi, bolalar ishlashi, katoy bosishi. Qo'yingki akalar, mana shunaqa tayyor holatga kirib kelishigacha 3 kvadratiga. Agar bir joyda hozir beton quydiraman degan taqdiringizda ham ustaning o'zi kamida kvadratiga 35-40 mingdan pul oladi akalar. Bu material alohida o'qitadi. Lekin betondan burchakkadan ko'chaga va akalar asfalt tavsiya qilaman men sizlarga. Negaki asfalt o'zi saqich bo'ladi akalar. Bu bitum, rastik bitumdan foydalangandan keyin akalar iqlimga to'g'ri kelmaydi. Bu ko'chib titilib ketmaydi. Bu qishga ham chidamli bo'ladi, yozga ham chidamli bo'ladi akalar. Mavsum tanlamaydi. Beton qildiradigan bo'lsanglar akalar, bir qish ko'rgandan keyin toshlar chiqib titilishni boshlaydi, changiydi akalar. Keyin u beton o'z sifatini yo'qotadi akalar. O'shaning uchun hamyonbop narxda asfalt yotqizish xizmati kerak bo'lsa, meni asfaltchi bola aloqaga chiqarasiz akalar. Xudo xolasa ko'ngildagidan-da ziyoda qilib o'zimiz asfaltlarni yotqizib beramiz akalar. Tez aloqaga chiqarasiz, bizga yangi bo'lsanglar videoga like bosib qo'yasizlar, albatta asfaltchi bolaga obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Bizdan kuzatib borish davom etasizlar. Vodiy bo'ylab xizmatimiz kerak bo'lsa, Farg'ona asfalt filialimiz bor, aloqaga chiqsanglar yoki men Farg'ona asfalt nomerini aytadigan bo'lsam, 91lik kod bilan 669 4466 raqamiga aloqaga chiqsanglar, Farg'ona asfalt bizning filialimiz mana shunaqa sifatli asfaltdan borib yotqizib beradi akalar. Videoga like bosib qo'yasizlar, asfaltchi bola kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Agar kuzatmoqchi bo'lsanglar, ko'proq ishlarimizni bilmoqchi bo'lsanglar, Instagramga ham asfaltchi bola deb yozsanglar akalar, o'zim kelib chiqaman, o'zim xudo xolasa mana shunaqa yoqtirgan ishlarimni ko'rib chiqishinglar mumkin.